Mayada control box deydi. Control box. Yani kontrollaydigan knopkalarni ko'rsatmoqchi. Mouse'dagi 3 knopkani. Buning qimmati true ham foliz deb ikki xil bo'ladi. Bu logikalik qimmat oladi deymiz. True bo'lsa rost, foliz bo'lsa yolg'on bo'ladi. Kontrol knopkalari ko'rinsin deganni rost qilib qo'ysam ko'rindi shundami? Endi men buni elib yolg'on qilib qo'ysam mayat knopkal ko'rindimi? Ko'rinmadi. Ya'ni yoshirish uchun mushni ishlatamiz. Biroq, men buni eklab mayat bir knopkaga form 1ninki control form 1ning control boxlari dedik shundami? Control box deganimizdan foliz deb mana ko'rinmasin deb qo'ysam, programni qo'zg'atdim. Hozir ijro qilsam qanday aydis chiqadi ekan mana qarang. Mayatki narsa yo'qamdi ekan yo xatolik chiqamdi ekan. Xatolik chiqdi. Sababi, ya'ni ba'zi xosliklar yumshoq xoslik, ba'zi xosliklarni qattiq xoslik deb qaraymiz. Ma'qulga o'xshash qattiq xosliklarni programning ichida bir taraf qilish bo'lmaydi. Yumshoq xosliklarni o'z programning ichiga yozib o'zgartirish bo'ladi. Mana shunday bir farq bor. Shunga biz buni programning ichiga yozib o'zgartirishga urinmaymiz. Navbat so'zlaydigan xosligimiz draw mode, sizishning shakli demakchi. Unda bo'lsa, men shu ko'znakning ustiga bir mouseni bossamla bir narsa sizdigan qilay avval. Ondan keyin shu draw mode degan xoslikning qimmatini avtomatik o'zgarib turadigan qilib bir program yozay. Eng avval ko'znakni qo'shib chekdim. Talabga asosan men ko'znakning ustida mouse yo'tkilayotgan vaqtida bir narsa sizdigan qilmoqchi edim. Bu yak bir shart jumlasi yozaman. Agar knopka besilganlar bo'lsa, ya'ni mousening knopkalaridan qolgan birisi besilgan bo'lsa, shakl sizilsin. Shartni oxirlashtirib qo'yay. Programni qo'zg'atgandan keyin mau formning ustida, ko'znakning ustida mouseni mudrasam bir shaklsiz birdi. Qolgancha bir shaklsiz. Endi men draw modesini avtomatik o'zgartirgan qilib qo'yay. Mushu formninki chekilish hadisiga bunda program yozay. Chekilish hadisiga tinch o'zgargich miqdor xmr it ni quray. Bu xmr it orqali men shu programninki ichki qismida bir o'zgartirish ilib bormoqchi bo'lay. Shuning bilan birga mush ko'znakninki draw modesini men tang xmr it qilib qo'yay. Men bu yerda xmr it ni biz butun son oladi deb belgilab oldik. Mana birinchi programning roli shu. Butun son oladi deb belgilagandan keyin bu 16 ta draw modeninki qimmati birdan boshlab 16 xil qimmat olganligi uchun men buni shu doir cheklab qo'yay. Agar xmr it cho'ngib ketsa 16 dan bolda xmr it deganim teng bo'lsin 0 ga deb qo'yay yoki 1 ga deb qo'yay. 1 ga deb qo'yay. Shart oxirlashsin deb qo'yay. Shart oxirlashsin. Mavjud programning roli bo'lsa, 16 dan eshib ketmasligini, eshib ketsamkin qayta cheklashni ko'rsatadi. Men mayaga 16 ga teng yoki 16 dan eshib ketsa deb qo'yay. 16 ga teng yoki 16 dan eshib ketsa. Mush doira ichi kirsam, qimmat avtomatik bir qaytib ketsinday. Ondan har qitimda xmr it deganim teng xmr it ga birni qo'shib berganga teng bo'lsin. Men shunda to'xtovsiz aylantirib tursin deyli. Bu programma bilan men mush draw modening qimmatini almashib turgan qilib qo'ydim. Endi programni qo'zg'atib boqay. Qo'zg'atgandan keyin hozir toza degandek bilinishmidi. Bilinishmagan bo'lsa, men mau formni tanlab turib, endi buningki draw width degan, ya'ni siziqning kengligi degan qimmatni men sal cho'ng aytib qo'yay. Masalan, 8, 10 yoki 15 atrofida. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib, endi bundaq sizsam har xil shakllarni chiqaryapti. Bir-birisiga o'xshamayotdi-ku, men buningki yana rangini o'zgartirib qo'yay. Rangini o'zgartirib qo'yay. Yani oldi ko'rinishning rangini QB color orqali mana shu 15 ga bag'ishli qimmat olgan qilib qo'yay. Bu QB colorda men rang belgilashda ixtiyoriy o'zgartirgan bir xil rang shaklini ishlatay. Buningda ikki xil funksiya qo'llanaman. Birisi init
Ya'ni hozirgi ko'rsatilgan sondan kichik butun sonni oladigan init. Bu nomer oladi. Ya'ni masalan son oladi demakchi. Yana birisi bo'lsa ixtiyor son paydo qildigan. Ya'ni shu doir ko'rsatgan doir ichida bir ixtiyor son paydo qildigan. Ammo shu orliqdagi programning roli ma funksiya 15 ning doirasida ixtiyor son paydo qildi. Ya'ni 0 dan boshlab 15 gacha bo'lgan doirada ixtiyor son paydo qildi. Biroq bu butun son olamdi, parcha son olamdi, bu aniq emas. Ammo QBK'lar degan funksiya butun son oladi. Ya'ni 0 dan boshlab 15 gacha bo'lgan butun sonni oladi. 16 xil rangni ifodalaydi, butun son oladi. Shuning uchun men agar mavo 15 ning doirasi ichida 13.8, 13.1 yoki 10.16 degandek bundaq parcha son chiqib qolib qolsa, shu parcha sonlarning ichidagi shu sonlardan kichik bo'lgan butun sonni eppasin deb init funksiyasining ichiga yozib qo'ydim. Demak, bu init funksiyasi orqali 15 ning doirasida bir ixtiyor son olsa, uni butunlab QBK'larga rang qilib berdi. Programni qo'zg'atgandan keyin qarasam, birinchi xil rang shakli qora ekan, bu bosgandan keyin ikkinchi xil, ya'ni draw modning ikkinchi xil shakliga o'zgardi. Ma'noda har qatim birini qo'shib birdi-ku, ikkinchi xil shakli mavi ekan. Ma'noda uzuk-uzuk ekan, ma'noda bir tutash ekan. Endi uchinchi xil shaklga kelgan vaqtida bossam, mana bu xil shaklda ekan. To'rtinchi xil shaklga kelgan vaqtimda bo'lsa, mana 5-chi xil shakli, 6-chi xil shakli, 7-chi xil shakli, 8-chi xil shakli, 9 degandek mendaq o'zgarib bordi ekan. Rangmi shuning masalda o'zgarib bordi ekan. Demak, bu bir butun qur programning roli siziqdagi shakllarni, sizish jarayonidagi shakllarni ko'rsatadi. Yana QBK'lar deganimiz rang o'zgartirdi. XMRIT orqali draw modning qiymatini o'zgartimiz. Endi biz QBK'lar orqali o'zgartmagan ahvol ostidami? Rang o'zgartmagan ahvol ostidami? Mana buning shakllari har xil. Rang chiqadi. Biroq abiyaga o'xshash qizil, ko'k, yeshil chiqmayotdi-ku bu. Shakllari boshqa-boshqa xil nusxadagi bo'lsa-mi, rangi o'zgarmayotdi. Shunga abiyaga QBK'lar orqali rangni o'zgartirib qo'ydim. Shu draw modni tushunish jarayonidagi bir misol bo'ldi. Draw mod deganimiz shu sizishning shaklini, ya'ni navbatdagi shu siziqninki yoki jarayon sizilayotganning endisini bekitib berdi. Qiymati butun son bo'ladi, 1 dan boshlab 16 gacha 16 xil qiymat oladi. Draw style siziqning shakli demakchi. Qiymati 0 dan boshlab 6 gacha 7 xil bo'ladi. 0 dan boshlab 6 gacha 7 xil bo'ladi. Ya'ni sizilgan siziqning shaklini o'zgartirish uchun ishlatildi. Masalan, draw style. Buning o'xshashlari 0 dan boshlab 6 gacha 7 xil. O'xshash. Ammo buningga oddiy bir qurib programma yozib, forumda shuni bir chiqarib beray. Avval ko'znikni qo'sh chekdim. Echilgan program yozish ramkasida hadis tanlash o'rnidan chekilish hadisini tanladim. Ammo shu chekilish hadisiga navbatdagi chekilish hadisiga bundaq program yozmoqchi. Har qatim cheksam bir siziqsiz pasun, siziqning o'rni o'zaro o'xshash bo'lmasin. Ya'ni birinchi qatim sizganning ustiga sizvasi men shaklini uqolmayman-ku. Har qatimdagisining shakli siziqning shakli o'xshash bo'lmaymi? 0 dan boshlab 6 gacha 7 xil shaklda o'zgarsin. Men qo'yilgan talab shu. Bundaq bir siziqsiz birish, ya'ni siziqlarning 7 xil siziqning shaklini o'rtaqmish ko'znakning ustida ko'rsatishdan iborat. Chekilish hadisiga bundaq program yozma. O'xshashlar bir miqdor qurib olma. U miqdor tinch o'zgargich miqdor bo'ldi. Ya'ni XMRIT degan bir tinch o'zgarish miqdor qurdim, oldigan qiymati butun son dedim. Misolning talabida yana mana bundaq deyilik. Bir siziqsiz paydo bo'ldi. Davos men line orqali bir siziqsizman. Siziqsizman bu siziqninki x o'qtiki va y o'qtiki o'rnini bekitib beraman. Birinchi o'rnini XMRIT ga ko'paytirib beraman 100 ni, ya'ni 100 miqdor birlikni ko'paytirib beraman deganni belgiladim. Ikkinchisiga 2000 belgilab qo'yay. 2000. Ikkinchisiga 2000 belgiladim. Endi uchinchisiga siziqninki x1 va y1 nuqtasini belgilab qo'ygandan yoq x2 va y2 nuqtasini belgilashim kerak. Bu o'ringa men XMRIT ko'paytirib beraman
Bu qitim qisqa 1000ni ko'paytib beray. 1000ni ko'paytdim. Ondan keyin ma o'ringa 8000 qilib belgilab qo'yay. Yani programni ijro qilsam bir siziqsiz payda. Biroq xmr itning qiymati o'zgarmaydi bu yerda. Qiymati o'zgarmaganligi uchun bir avarchilik kelib chiqadi. Siziq üst-üstə sizlayverdi. Davos men xmr it deganim tang xmr it-ga har qitimda nechini qo'shib berganga bo'lsin, birini qo'shib berganga bo'lsin. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin mening ustiga cheksam, to'xtovsiz siziq chiqarib berdi menga. To'xtovsiz bir siziq chiqarib berdi. Siziq chiqarib berdi-ku. Ammo siziqning shakli o'xshash bo'lib qoladi. Mening maqsadim shu siziqning shaklini o'zgartmoqchi edim. Unda bo'lsa, qanday qilishim kerak? Bu yerda o'zgarayotgan bir qiymat bor, xmr it degan. Men siziqning shaklini o'zgartirgan xoslikni draw style degandim. Unda bo'lsa meningki draw styles deganim tang xmr it bo'lsin. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin endi men cheksam siziq o'zgardi-ku, siziqning shakli mana. Siziqning shakli o'zgaryapti. Siziqning shakli o'zgaryapti degan.